Assalomu alaykum. Anglayatqaninglar tarixiy roman G'ini Batur. Avtori Ziyo Samadi. 14-bob. Qararini topgan odam qorong'udan yo'riqlikqa, tuyuq ko'chadan tuzuk yo'lga chiqib qolgandek bo'ladi. Rahimjon Sabri bilan munosabat bog'lagandan e'tiboran ko'z oldida nijot yulduzi yo'rgandek his qilishga boshladi G'ini. U amdi yakki yegona emas, olti qaysar va ozodlik tashkiloti sepidagi yuzlagan safardoshlar bilan bir qatorda turib, ozodlik mustaqillik uchun ko'rishidi. Yovuz dushmanlar bilan ilishib, vatanni ozod qiladi. U umr bo'yi mushu ozodlik yo'lini izlagan. Ko'p vaqtlarda nima qilarini bilmay gangirgan emasmidi? U o'tmishda na jafolarni chekmidi? Mana əmdi uning oldida boradigan yo'li aniq, ko'zlari yulduzdak ro'shan. G'anining vujudini g'olib o'ylar, qalbini bo'lsa izgu armonlar chulg'ab, ko'z oldida shiddatlik janglar alangirab, shu jangga hayot mamot uchun kurash jangiga talpinatdi. Uning intilishini, manzilga tezroq yetishni oldirayotganligini sezgandek, ostidagi ola otning oyoqlari yerga tegmay, uchqandek ildam ketyotidi. Chechen ot egisining maqsadini biladi. Ot g'ini uchun, g'ini xalq uchun yaralganda. G'inining ta'rifi bo'yicha ola otni uningga Xizr yo'liqtirgan. Ola otga mindi, omad keldi. Ola otga mindi, kurash yo'li ichildi. Ola ot ko'zlagan manzilga yetkazoladi. Әтісі Болукей ғолыға етіп келгенде, shimolga qarab mingish o'rniga itining beshini janubga burgan G'ini, buk talliq ichiga kirganda to'xtab, yo'ldoshlarini otdan tushishga imo qildi. Yo'ldoshlari hayron qilisimu G'inining rioya bo'lishdi. Bo'yturqimiz buqidek yigitlar quruq qul bormizmi? deb yo'ldoshlariga bir nazar tashladi G'ini. Suv bo'yidagi chimanlikda chazalarini qurib o'ltirishgan yo'ldoshlari G'inining nima demoqchi ekanligini yaxshi parvo qilolmay, javob berish o'rniga bir-biriga ma'nilik qarashdi. San, Husan, Nuraxun ikkinglar Ulastayga berib ahvolni uqib kelinglar. Sanchu? so'radi Husan. Man Bolokayni aylanib chiqay, dedi-da, ortiq gap so'z qilmay o'rnidan turdi G'ini. Yo'ldoshlari uning rioya bo'lishdi. Hajarxon ko'ktatliqqa suv ichib turishiga quruq tomdan kimdir birsi ortilib tushgandek qildi. Kechida tom otlab yurgan odamning kimligini, nima qilmoqchi ekanligini bayqamoq bo'lgan Hajarxon darhol urukni daldalab, har ehtimolga qarshi katmanni tutgan holda marab turdi. Tom otlagan odam zo'ngziyib o'ltirib, bog' ichiga sapsilib qaradi-da, meva daraxtlarini aralab o'tib, ko'ktatliq saynaga kelib to'xtadi. Xatolashmagandiman, degandek atrofga qaradi. Sanmiding palvanim, degan peti daldidan chiqdi. G'inining bastidan to'nigan Hajar qo'l yeyib kelgan peti Baturning belidan quchoqlab 2-3 qitim o'rnidan qo'zg'adi va xushalligini bosolmay yig'lavatdi. Astara qo'y, iyiq, belimni uzvatma, dedi mehribon iqididin hayajonlangan G'ini. Ya Allah, senimi ko'rdigan kun bor ekan, manga qarg'ina, sanmu emasmi? Hajarxon sayrabla ketdi. Yur inim, uyga kirib aramxuda mundishayli. Dard alamdan yuraklar zardab bo'lib ketdi. To'xta, qo'limni qo'yvat, uyga kirmayli. Mushu bog'ning bir bulingda o'ltirib so'zlashayli. O'zing bilasan-ku? Bilaman. Zindondan qochqiningni anglab, beshimiz ko'kka yetdi. G'ojak Shangyo'ga o'xshash dushmanlaring chiriklarni agashtirib bu atrofni qasirib etishdi. Ag'ina o'ngilaringning quloqlari ding, yo'lingga qaroqliq. Yusuf Aqvash degan seni izlab yuridi. Yusuf? U mashadimi? Bayaraqdilla Chuluqay tarafga ketdi. Menmu Bulukayga bugun kelishim. Ikkisi asta so'zlasha bog'ning bir bulingda qo'yuq o'sgan aynolilarning orasiga kirib o'ltirishdi. Aldirab turman, manga tan so'zing bo'lsa qisqishla et. Qizing bilan o'g'ling bo'y tartib qilishdi. Akalaringmi omon esan? Rostini aytsam, sening uchun ularni go'ri savdo tutib turdi. Muhammadjon og'inang bo'lsa so'loqda.
Bu xabarni yetkizginiga xijil bo'lgan Hajarxon jimib qoldi. Qısılmay itiver. Qashqarabog'ning hamma atrofida hokim Shangyu boshliq puxroch kiyingan chiriklar qasirishib yurishdi. U tarafga o'tkuch bo'lma. Bu gaplarni Qosim marabdan angladim. Ya'ni-chu, so'radi G'ini. Uning cho'lpon to'g'riliq bilgisi kelatdi. Hajarmu G'inining ko'ngildagini bilgandek, cho'lpon to'g'riliq gap ochmadi. Cho'lpon fojiasini aytishga tili barmadi. U gapni boshqa qinga salmoq bo'lib mundoq dedi. Sen ara bo'lgan Zaynab bilan Bavdun ikkisi qavatla inoq turishidi. Bir o'g'il, bir qizi bor. Ular mushu bo'lakaydimi? Ha, mashada tirikchiligi yomon emas. Ining Sheribxon to'g'riliq gap qilmaysan-ku. Qarindishim. Hajarxon hasratlik pig'on chiqardi. Buqultab yig'lashga boshladi. Savar qil, g'ayratlik eding-ku. Bu mo o'tib ketar. Sheribxon o'g'il bola. Qayerdan bo'lsa butun chiqalaydi. U hayot emas. Yo'q, uni etib etishdi. Nima? To'satdan cho'qmoq tekkandek beshi aylanib ko'zlariga qorong'ulik tiqildi G'inining. Etib bu dahshatlik iborani necha qitim takrorladi ichida. Lekin Hajarxondan sababini so'ramadi. So'rashning nima hojati bor? Jallod Shing'istay hukmronlik qilgan zamonda behuda etilgan, chepilgan odamlar ozmi? Sheribxon bo'lsa shularning birida. Xap Sheribxondek qiron yigitning etilib ketishi alam qildi-da. Sheribxonning baquvvat uyul tashdek apti G'inining ko'z oldida namoyon bo'ldi va buningdan 6-7 yil ilgari bo'lgan bir voqea ko'nglidan kechdi. Issiq yoz kunlarining birida ikki do'st G'ini bilan Muhammadjon kechki salqinda shahardan uylariga qaytishdi. Ular otlarini yurishiga qo'yib, yo'l bo'yi naqsha etishib kelishatdi. Xudiyor yuziga kirarida oldidan bir otliq chiqdi-da, ularga 200 qadamcha qolganda to'xtab, yo'lning o'ttirsida to'g'risiga turib oldi. Bu yo'l to'rg'anliq edi. Bu kemlarda G'ini palvonning oldini to'rgan kim? 10 jini bor odamnikina. Shir kaypa G'inining juduni tutdi. U nirdilla, yo'lni bo'shat, ila anangni oqtamida ko'rsaman. Agahlandirdi G'ini. G'ini palvon degan sen bo'lsang, dedi palvon iborasini pisang qilmagandek qayd qilgan yigit. Yo'lni yerib o'tgin. Shundoqmi? G'ini etini qamchiladi va chop turib kelgan peti uning oldini to'rgan nochini o'g'liq tortgandek teqimiga bosmoq bo'ldi. Atimalim belidan tutib, egardan yulmoq bo'lib tortibdi. Uyul tashdek ig'ir yigit buljubmi qo'ymadi. Aksicha eti bir yonga qing'iyib yiqilg'ini tasliq qoldi. O'ng'icha G'inining kuchlik changilidan bo'shinib o'zini o'nglab olgan yigit 4 o'rim tevilga sapli qamchisini salga atgandek pulanglatib G'inining ikki taqi arsi umurtqalarini bo'ylatib shundoq saldiki, hay hech qachon qamcha zaptida qing'aymagan G'ini palvon otdan uchib tushgini tasliq qoldi-yu, lekin etining bo'ynini quchoqlab oldi. U esini darhol yig'dida nomus va g'azab kuchi bilan yigitga etildi. Bu qatim yigit palvon aksiga rioya qildimi yoki bo'lmasa G'inining bisotidagi kuch xo'rishi tutdimi? Qamchisi yigitni otdan urib tushgan edi. Mard yigitlar hech qanday adovat saqlamay shu yerdala do'stlashdi. Sheribxon G'inini Bo'lokaydagi uyiga boshlab kelib 3 kun mehmon qilgan. Mana hozir shu bog'da o'ltiribdi. Afsuski, Sheribxon yo'q. Bo'lsa G'inining o'ng qanoti bo'lar edi. Xap, G'ini o'kinishlik pig'on chiqardi-da, bir kishi uni o'rnidan yulib olgandek dast turib ketdi. Qandoq qilay, G'inam? Beshimni toshqa ursammi o'rniga kelmas. Sheribxonning o'rnida sen bor amdi, ukam. Sana bir ish topshirsam mo'ddasidan chiqa olamsan? So'radi G'ini. Chiqmamdigan. Qayerga boshlab borsang, bir er kishining xizmatini qila olayman. G'ayratlik ayol G'iniga bo'ylashdi. Uningmi basti zo'r edi. Bugun kecha Chuluqayga berib Yusuf Aqvashni topqin. Ati vaqtidan qolmay, Bo'lakay qo'lida bizga qo'shilsin. Men. G'inining so'zini bo'ldi ranjigan Hajar. Meni ojiz,
ot ustida o'ltirolmaydi demsan, undaq dema. Sen iyiqni er kishiga tegishmayman. Vaqt kelganda qo'lga miltiqmi olsan texi. Hozircha boshqa qiladigan ishing bor. Mingidak eting bordu. Heliqi o'g'loq bermaydigan to'ruq etimdan allaqachon ayrildim. Xitoy gizandilar gaz ot olamiz deb tartib olgan. Ot yetkizib beraman. Yo'q, o'zimning topquchiligim bor. Xizmatingni aytaver. Ara o'stangli Qosim Marabqa berib et. Tayyorlamoqchi bo'lgan yigitlarini meni kutmasdan Nilqi tig'idagi 6 qaysarga avatsin. Uqdingmi? Uqmay, meni garang devidingmi? Endi men ketay. Rastla, Bavudun xolisa unimi yo'lga solarsan. Xo'sh, omon bo'l. To'xta, g'inam. Usulluq bo'lsa-mu ichmay ketamsan? Qitig'ing bo'lsa issam ichay. Hajarxon kelinini, Sharafxonning ayoli. O'yg'atmayla. Qaznaqqa kirib bir tashtak qetiq bilan 5 yesan non ko'tarib chiqdi. G'ini tashtakdagi qetiqni dam olmay ichkicha, Hajarxon uningga havaslanib qarab turdi va nonlarni dasturxonga tugib, G'iniga qo'ltiqlatdi. Әтісі дәл вақтыда көрсетілген joyda do'stlar jugi jam bo'lishdi. Yusuf Aqbash Bavudunni boshlab kepti. Hammadan xabardor Yusuf Aqbash odati bo'yicha o'zining bilgan ko'rganlariga ustilab, qetib chetib, xili nurg'un narsalarni so'zlab berdi. Agar vaqt jiddiy bo'lmasa, uning gap dasmoyisi xili kunga yetadi. To'xta, Aqbash, to'la shoh arib ketma. Gap deganning tuguchi bo'ladi, dedi G'ini. Muhammadjonning omonligi rostmi? Turmada billa yotgan Bilal degan boladan angladim. Sening quyruqlaring deb sulanganlarning ichida Muhammadjon, G'aldan, Qamashlar omon ekan. Qolganlarchu, qolganlar, go'shirmay et. Yusufga tikildi taqatsizlangan G'ini. Bilmadim. Nusrat Xalfatchu, bilmadim. Yusuf Aqbashdinmi cho'lpon to'g'riliq hech gap chiqmaganligiga jeli bo'lgan G'ini bir necha daqiqa gap so'zsiz o'ltardida nimanidir jazm qilgandek Qusanga qarab, Ulastoydagi saqchi chazisida 5-6 chirik bor ekan dedima? Deb so'radi. Ha, o'tgan kechganning yo'l xitini tekshiraydi ekan. Boshlig'i Wang Bin degan o'q e'londek zaharli Xitoy. Uning bilan hiliqi sen bilsan kerak, G'inika tip tatay berishkilish qilib yurarmish. Qo'shimcha qildi Yusuf. Tex shundoqmi? Shu taqvodara? Hayron bo'ldi G'ini. Va, u qavatla o'tkirilishib ketdi. Tip kelyotidi desa, ishigida turgan odamlar uyga kirib ketishidi. Yana qo'shdi Yusuf Aqbash. G'ini o'ng'ilibini qattiq tishildi va Tipning uyini bilamsan? Deb so'radi. Iniq bilmayman, ammo qabristonlikning keyinda deb anglaganim bor, dedi Yusuf. Boshla, dedi-da, yerni chopchib turgan ola ot tarafga mangan G'iniga boshqalar agashdi. Uning chiroyidan aymangan yo'ldoshlari nima qilamiz debmi so'rashmadi. Bu atrofni 5 qo'ltak bildigan palvon o'zi yo'l boshlab mandi. Xitoy do'ngligini ortilib, Qarasu kentiga kirmay, do'ng yoqlab minib, tuzlanga tushganda to'xtab, otdan tushinglar degandek imo qildi G'ini. Yigitlar otlarni bir-biriga chitib, ig'iz duruqlarni chiqarib o'tqa qo'ydi. Qani, bizmi chiliqib olayli? Bir nima bormi, Nuraxon? Buloq suyida yuz ko'zini yuyitib so'radi G'ini. Bir torsoq qettiq, pishqan go'sht bor. Menda Hajarxonadan bergan to'qoch, tuxumlar bor, dedi Yusuf. Arg'ing yo'qmi, Aqbash? Ko'ngling tartsa tepiladi. Aka, Aqbash, o'rislar jangga kirish oldida bir istakandan qiqib olg'idek. Bizmi hamla oldida ozroq palamma qilayli-da. G'ini qamdinib o'ltardi. Ko'ngillik yeb ichishdi. Sen Aqbash, asta berib tip tataydan bor yo'qligini bilib kel. Shuning qarab ish tutimiz, dedi G'ini. Yusuf Aqbash otlangan chog'da ko'z bog'lanib, qorong'u tushgan. Ulastay yiroq emas. Do'ngdan ortilsa yetidi. Qusan, Aqbash kelgicha putlarni azroq sunib olayli. Pashmitini yeshib, beshiga qo'ydi G'ini va hayol qilmay xo'rak tortdi. Qusan bilan Nuraxun palvonni kuzat qilgandek uning qishidan neri ketishmay, asta pichirlashib mundashdi.
Qusan Qazaq, Alban qabilesidan idi. Nuraxun bolsa künəslik qızay. Bu yaş yigitmu davanlarni billa eşip, köplegen atlarni yığır qilishqan. Yağmuldumu billa bolgan sirdaşlar. G'inining achal davanidan ekanligini uzun quloq xabarlardan anglagan Nuraxun uyida o'ltirolmay, oxiri el aralab, tamirini Jilil yuzining ustidagi jirg'ilang g'o'lida topdi. U Allohning bu rahmatiga atab shu kunila oq sari bas qo'yni so'yib, nazar qilib, yetim yesirlarga bo'lib bergan edi. U amdi G'inidan hargiz ayrilmaydi. U o'lsa o'ladi, terilsa teriladi. Bir soatcha o'ta o'tmay, Yusuf ot chepib kelib, Tiyipning Manapxon degan tamirining auliga ketganligini aytdi. Manapxonning avli yiroq emas, u texi yayluga ko'chkini yo'q, ko'klakda, dedi Nuraxun. Va Manapxonmo Tiyip deganinglarga o'xshay satqon, deb qo'shib qo'ydi. Undaq bo'lsa, ikki satqonni bir ko'ganga ko'ganlayli, deb o'rnidan turdi G'ini. Әмді Nuraxun yo'l boshlab mandi. Ular ikki do'ng bir sayni kesib o'tib, Ulastay g'olining kirar ig'izga yetganda to'xtashdi. Böktarda 10 nechila kigiz uy tikilgan bo'lib, chattarek o'ta uning oldida 3 putliqda tizak ko'yitibdi. Boshqa o'taular jim, qarong'u. Ashu o't ko'yiyotgan Manapxonning avli bo'lsa kerak. Topding, g'aynam. Sizlar avul ichida kutib turinglar, dedi-de, etini qamchiladi G'ini. Uning yo'ldoshlari avulga tutash qiyinlik ichiga kirib turishdi. Assalomu alaykum, tuyuqsizla kirib keldi. Oq o'ta u ichiga G'ini. Bo'yi chang'iroqqa tekkadekla zo'r odamning ovozi bo'rondek ko'krab chiqqachqimikin, choy ichib xiraman o'ltirishgan 3 odam piyolalarni qo'llarida tutishgan peti dong qetib qilishdi. Çay quyup beriyotgan yumaloq kelinchak albatta Manapxonning to'qili. O'ybay deb qo'llari bilan yuzini to'sib oldi. "Man G'ini, i g'udung'ishdi titrak ovozda Manapxon. Ha, G'ini, tiyib nima uchundir kaynicha siljib, o'rin ko'rpiga yo'linib qoldi. Qozoqcha kiyingan mehmon o'rindan qo'zg'olib, qaytadan o'ltardi. Qimirlab avar bo'lmanglar, dedi takallufsizla dasturxonning bir chetiga o'ltirib G'ini. Anglashimcha tiyib ikking o'z xalqingdan yuz o'rib chaquchi bo'lyapsizlar. Yo'g'isu. Yo'q, to'xtash, xitob qildi G'ini. Hozir do'st kim, dushman kim ekanligini ayiradigan vaqt. Dushmanga yon bosgan bo'lsa, otamnimi aymayman. Uqdinglarmi? Aymayman. Aynalayın, g'aynam, meni zo'rlab jon boqmoq farzkan. İplas, tumshug'ini izvitaymi? Deb miltig'ining paynigini Tiyipning tumshug'iga tangildi G'ini. Undaq paskashlik bilan jon boqqicha xotiningning ishton big'iga bo'g'ilib o'lsang-chu ablah. Zodi senlarga o'xshagan satqunlarni avval o'ltirib, ondan g'azot etish kerak. Turush o'rningdan. O'ybay, o'nsilib yig'lashga boshlagan kelinchakning beqiniga bir nuqib jimitdi G'ini. Kishir, gunoyimdan kech G'inam. Har ikki satqun G'inining oyg'iga yiqilib, putlarini so'yishdi. Tövbe qilganni Allohmo kechirdi-ku G'inam. Oraga tushdi qozoq kiyimlik odam. Sen nima odam? Men amdi uka qozoq ishida ovqat qilib yurgan qirchida. Qirchi? Aldamchi degina. Ovqatning o'gi yo'q. Boshqalar jang qilsa qilaversin. Men pul tepishning ko'yda degina. Avval ishni boshlanglar. Ondan bizmo uzum pesh, og'zimga cho'sh deb qarab turmasmiz. Tayyor bo'lganda ustalda o'ltirib, cho't so'qimiz degina. Qutulka, dedi-de, ikki murtadga tikilib. Alloh tova demoqchi bo'lsizlar-da. Qur'on tutib beray. Kulitay, yiliqi Qur'on qini? Zarladi Manapxon. Menma 5 balamni shipi keltirib, ikkinchi yomonlik qilmasqa qasamyod qilaman, deb unlik tova istig'for o'qishga boshladi Tiyip tatay. Kulitay oldi qishiga qalay qoplagan sanduqchini ichib, lata yiltiga silingan kona, cho'risni chashqan qirqigan Qur'onni elib, G'iniga berdi. Turinglar, qayoq opirsan, jinim uka,
yana yalvurishqa başladı tiyip tətey. Sen təteyni Wang Sojanın aldığa apırıp usul oynatmaqçıman. Xuda haqqı, uning oldiga aparma. Jinim boldoy qanjoq. Nima shuncha g'ing'ishisan? Yana o'g'amni qaynatadigan bo'lsang, rostilla etib o'taman. Ma'qul, ma'qul deganingcha bo'lay. Jinim uka ishkingni ulastayga apirib, imomning oldida tov o'qitib, Qur'on tutqizaman. Xo'p, deyishdi tirik qoladiganligini bilgan jasuslar. Otlaring qayerda? Yaqinli yerda. Undaq bo'lsa, egarlarini ko'tirish, shu yerdan otlanamiz. Xo'p, deyishib, aldirash egar to'qamlarni bog'lashdi tiyip bilan Manapxon. Sen qirchi, dedi qozoqcha kiyinib olgan savdogarga qarab. Churuq atmay yotsan, ata tushdan keyin otlansang mayli, uqdingmi? Uqishliq. Manapxon o'tovidan tortishibroq chiqdi. Qo'zini bo'riga omonat qilgandek, yosh kelinchakni quv setiqchiga yolg'iz qoldirib ketganligi uningga alam qilsimu, noiloj surlik g'inining keynidan bosh egib minishqa majbur bo'ldi. Davomi bor.